Salom, bu Ani tahlil kanali. Bugun siz bilan Naruto olamidagi eng mashhur, eng sirli qahramonlardan biri haqida gaplashamiz, ya'ni Uchiha Itachi haqida. Bu yigitni ko'pchilik yomon ko'rgan. Ammo bundan keyin uni hamma tushunib hurmat qila boshlagan. Nega u o'z klanini yo'q qildi? Nega u oxir-oqibat afsonaga aylandi? Bugun sizlar bilan mana shu savolga javob topaman. Itachi Yapon animasidagi Uchiha degan qabilaga mansub shinobi, ya'ni jangchi. Ular ko'z orqali ishlatgan. Itachi bolaligida boshqalardan farqli edi. Juda aqlli, tez o'rganadigan, juda kuchli. 7 yoshida urushni ko'rgan, 8 yoshida o'z kuchi Sharinganini ochgan. 13 yoshida maxsus guruh sardori bo'lgan. Yosh bola bo'lishiga qaramay, katta odamlar qiladigan ishlarni qilgan. Ya'ni Ambu sardori bo'lib tayyorlangan. Okanoha qishlog'ida siyosiy muammo chiqdi. Itachining klani Uchihalar oilasi hukumatdan norozi bo'ldi. To'ntarish qildi. Itachi esa ikki o'rk orasida qoldi. Bir tarafda o'z oilasi, boshqa tomonda o'z vatani. Tanlov berildi: yoki o'z oilasini to'xtatish, yoki urushni boshlash. Itachi urushni to'xtatish uchun eng og'ir qarorni qildi. Uni hech kim tushunmaydi. U o'z xalqini o'ldirdi, ya'ni butun klanini qirib tashladi. Itachi bir Uchihani qoldirdi va u Uchiha Sasuke edi. Chunki u ukasini himoya qilishni istadi, ammo u boshqacha qildi. O'z ukasini o'ziga dushman qilib qo'ydi. Uni hamma yomon deb o'ylaydi. Keyin u jinoyatchi Akatsuki klaniga qo'shildi. 新しいメンバーの到着だ。Uchiha Itachi. Guruh juda kuchli, juda xavfli, ammo Itachi bu yerga yomonlik qilish uchun emas, kuzatuvchi bo'lib keldi, ya'ni josus. U Konoha haqidagi barcha ma'lumotlarni yetkazib turadi. Bu yerda u Kitami degan jangchi bilan juft bo'ladi. Katsukidagi eng mashhur shinobilardan biri Pain, Obito, Sosara, Deidara, Naruto Sasuke yo'lg'aydi. U akasidan qasos olish uchun niyat qildi. Niyat ularni to'qnashtiradi. Bu jang animelar og'iridagi eng og'ir jang. Itachi bu jangda oxirigacha sir ochilmasdan ukasiga imkon beradi. U oxirida shunchaki hushidan ketadi va vaqt o'tgach haqiqat ochiladi. Uni Madara Uchiha ismi bilan yashiringan Obito Uchiha so'zlab beradi. Va Itachining haqiqatdagi rejasi hammasiga ayon bo'ladi. U qotil emas edi. U ukasini va vatanini tinchlikda saqlab qolgan odam edi. Va bu haqida eshitgan barcha Itachiga boshqacha qarashni boshladi. Itachi qayta tiriladi va ukasiga bo'lgan voqealarni hammasini so'zlab beradi. Itachi oddiy qahramon emas, u chinakam qahramon. Chunki o'z yurtiga o'zini qurbon qilgan va hamma uni yomon deb o'ylab qolgan. O'shaning uchun ham u eng zo'rlardan biridir. Do'stlar, mana shu vaqt ichida bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi safar qaysi video haqida chiqarishimni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men sizlarning hamma kommentariyangizni o'qib chiqaman. Unday bo'lsa keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.